Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Kunlik valyutalar kurslari haqidagi ma'lumotlarni bir kun oldindan berib boradigan kanalimizga xush kelibsiz. Kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni va bir dona like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. 28-noyabr kuni amalda bo'ladigan valyutalar kursi bilan tanishing. 1 AQSh dollari 11.902 so'm 30 tiyin bo'lib 20 so'm 70 tiyinga qimmatladi. 1 yevro kursi 13.780 so'm 48 tiyin bo'lib 31 so'm 9 tiyinga qimmatladi. 1 Rossiya rubli 152 so'm 18 tiyin bo'lib 1 so'm 13 tiyinga qimmatladi. 1 qozoq tengesi 23 so'm 8 tiyin bo'lib 17 tiyinga qimmatladi. 1 qirg'iz so'mi 136 so'm 6 tiyin bo'lib 23 tiyinga qimmatladi. Videomiz yoqqan bo'lsa like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Manba pultop.uz kanali.